Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Biz bugun sizlarga avtomashina temasi emas, boshqa tema, ya'ni uy qurilish, uy joy masalasi bo'yicha bugun sizlarga zo'r yangilikcha topib qo'ydik. Qanday deysizlarmi? Bu oddiy. Bilaman hamma erkaklar, biz aksariyat bizning kuzatayotgan erkaklar oilalik uy so'rlab bo'lgansa, uy qurasa, uyni qurgandan keyin uni shifr qismi, fasad, chiroyli qismlari, qandil, svitli qismlari bo'ladi. Bu ish hammasini har qayerdan o'qtar yuraysizlar. Arzon, qulay, sifatli narxga men sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Buni уже hamma bilsa ham kerak. Yana bir bor shu joyga kelib topib ko'rsatamiz ana. Adro qurilish mollari bozori. Kelaverasizlar, mana bu yerda qandillar ham ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ichkarilarni ham ko'rsataman sizlarga. Zo'r tunkafon shifrlar bor. Uy odamlarning yegan ish qilibdi. Har xil fasondagilar bor. Darvozaxonalaringizga yoki uylaringizga chiroyli fasadlarga qilishlaringiz mumkin. Va undan tashqari mana kelib turishlaringiz mumkin. Shifr mahsulotlar, qurilish mahsulotlari tushib, bu shifrlar, tunkafon xizmatlar mana sexda o'ziga polni qilib, o'rnatib, ustanovkalargacha qilib beradilar. Ya'ni faqat borib aytasizlar, metr kvadratini o'lchab beradilar. Bu ayniqsa chet elda yurayotgan, ishlaydigan akalarimiz uchun zo'r ideal variant. Ya'ni bitta telefon qilasizlar, boradilar, kvadrat metrni o'lchab pulini aytadilar. Agar kelsangiz, mexidan tortib cho'pigacha, ustov hammasi ichiga qilib beradilar. Mana sexda o'ziga ko'rishlaringiz mumkin. Azres shifr deysizlarmi? Tunka shifr deysizlarmi yoki tunkafon xizmatlari deysam. Chiqar mana ko'rsatlar. Naves uchun metallar ham bor. Ya'ni naves qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa. Roman degan akalarimiz uchun mana ko'rsatlar, tunkafon, tunka shifr, rullarni ko'rsatadi. Va undan tashqari hozir odamlarning uyiga ish jarayoni ketyapti. Uni ham ko'rsatib, chunki hamma kelib bitta shu sexda reklama qilgani uchun ko'pchilik shu narsaga ishonmaydi. Hozir egalariga ham boramiz, ish jarayonidan ham sizlarga ko'rsatamiz. Hammasini batafsil tushuntiramiz. Aka, bu vaqt shu zo'r qulay taklif sizlar uchun.